Boshlang'ich to'lov qilmasdan Cobalt avtomobilini mexanikasidan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Zo'misiz? Xo'p, qanaqasiz? Siz bilan boshlang'ich to'lovni mashinalar qo'yib odamlar qani? Maza qilyapti. Bu endi harakat. Birinchidan inson podpischiklarimizning qiziqishi deydi-ku. Ko'pchilik mana mexanika Cobalt so'raydi-yu, o'zingiz ham bilasiz, bozorda yurasiz aralashib. Mexanika keldi-yu ketdi biz uchun. Keldi. Keladi, chunki kam sonli xaridori ko'p. Xuddi shunaqa. Talab bor. Xuddi shunaqa. O'shaning uchun ham qiziqtiryapman. Boshlang'ich to'lovni qilib qo'yaylik, nima deysiz? Bo'ladimi aka? Bo'laveradi, Xodi. Qancha? Xo'p. Salon holatlari tiniq. Gazlar bormi? Benzinda yurgan mashinamizni. Bemalol ko'ribani qilaveradi. Aka, nobodo $300 boshiga qo'shsa, bitta propan ham taqib beramiz. Da, qilib beraman. Bitta propan taqib Bitta propan qilib beraman. Xudo xolasa kelib olib ketishlari mumkin. 6,5 millionga taqib o'tirmaydi, shuni $300 bersa, oylik to'lovlari yana ham yumshoq chiqadi. 4 million 100 ming chiqadi. Nexia 3 ta pulida. Voy, Nexia 3 pulida. Nexia 3 pulida. Bemalol xarid qilsa bo'ladi. Xullas, mana bunaqa ish qilaylik aka, boshlang'ich to'lovsiz. Xo'p. Kelishsa, o'zingizga xarajat qilib olishadi. $8 notariusga, nomeriga, sug'urtasiga, otsenkasiga ketadigan pullar. 800 agar viloyat bo'lib qolsa $100 oshib qolish ehtimoli bor. Bankiga qaraymiz, ana bu qilib chiqarib beramiz. Faqat Xodi avtodan keldim deb aytishsin. Joningiz sog' bo'lsin. Xodi avtodan keldim deb aytishsa. Pastda nomer qoldirmayman-da, qarang. Telefon qilishadi, o'zligisini olib kelishadi. Bo'ldi, Xodi. Salomat bo'ling. Yaxshiligi buyursa oladigan odamga aka. Xizmatdamiz. Salomat bo'ling. Xo'p.